Yaqubning dadisi Samandarkam to'lima ching odam edi. Uni hamisha bir to'tyanchiqliq ko'k chopon bilan ko'ratdim. Yaqubni xiyol qilsam-mu, bir seriq chepar qutishdan bilan ko'z oldimga keladi. Tafsilroq o'ylabmi, Yaqubning hayitning birinchi kundimi yangi kiyim kiyganligini aslayolmadim. Uning kiyimlarining mutlaq ko'p qismi mahalliklarga tunish aksi Davudning kiyim bo'lg'achqa, yoshlar uniga chaqchaq qilib, ko'ni kiyimni qoplab qo'ydigan tonurning duti desa, ba'zilar Tobaning sepi deydi. Yaqub undaq gaplarga ancha iranqib ketmaydi. Aksicha, ko'ni kiyim kiyganligi uning uchun yangi kiyim kiygandimi yaxshiroq edi. Bundaq bo'lganda o'zlarda erkin yayrig'ini, tomlardan xotirjam sekligini bo'latdi. Ammo har qishda kiydigan oyig'i buning sirtida bo'lib, bu oyog'ini aksi Davud patmig'ich kiyib, ondan uningga miros qolgan edi. Onasining oyog'ini kichiltishga amal qila olmagan sayponliq hunarini 2-3 metr paytamining hunari to'liqlagan edi. Musha oyoq uning putida bo'lsa-la, Yaqub o'ziga o'xshamay qolatdi. O'g'zidan sakraganda oyog'i ba'zida o'g'zida qolatdi. Kelinroq qorni dassa, oyoq kelib paytamillari so'rilib chiqatdi. Oldiga kelgan to'pni tepib qolsa, oyog'i to'pdan egiz uchib ketadi. Maktablarda bo'lsa, dadisinikini kiyib oldi deydigan laqab bilan mashhur edi. Oyog'ining g'aybatini qilganlarga u erinmay turib, terisining qandoq esil ekanligini, qo'lda qandoq tujublab tikilganligini, qancha yildan beri yirtilmay shupeti turganligini, putni terlatmay naqadar salqin saqlaydiganligini tushuntirib ketadi. Ammo uning putini terlatmaydigan bu oyoq yuzini xelili terlatadi. Mahallada birsining qilinligini zangli qilmoqchi bo'lsa, yuzing ba'ayni Yaqubning oyog'ining chamikan deydi. Shunga Yaqub u oyog'ini putni qandoq salqin saqlashidan qat'iy nazar balduroq ko'zdan yo'qotishni o'ylaydi. O'zi pichoq bilan bevosita kesib etsa, oyoqqa osiylik qilgan jinoyati bilan dadisidan dumba yeganning ustiga yamatmayli kaydirib qo'yish xavfim bor edi. Shunga oyog'ini tabiiy ham qutuldirg'isiz darajada vayron qilish uning tut nishoni edi. Maktabdan qaytganda u yo'lning eng askisini tanlab mang'atdi. Oldiga uchragan tashlari mayli to'qi tuxumidek yoki paxtak tuxumidek bo'lsin, uning oyog'ining hujumiga bir uchramay qolmaydi. Birer eski das yoki shalodek narsalar uchrab qolsa, uchragan yerdan toki ishkining oldigacha tepilib keladi yoki yerim yo'lda qayta tepkisiz bo'ladi. Mahaldagi hammasi dastlab salmay deb avaylaydigan yundum muzluqlarda, petixlangan qorlarda uning oyoq izi mardona holda beslayveradi. Lekin uning bu kurashlari u oyoqqa kar kelmadi. Yaqub, oyog'ini cho'ng yo'lga tashlab bir mashinaga bostirib etsak bo'lmamdi, dedim men bir yakshanba kuni bozor aylanib ketib etib. Yo'g'aroq mashinadan birini tanlab bostirsak, chamimi ajrab ketmay qolmaydi. Dadang oyog'ingdimi ching bo'lgan taqdirdimi, yana kay deb turib olmas deyman. Unda qilsam, dedi Yaqub umidsiz holda. Dadam mashinaning yendan nim bor deb paytimamga osidi. Emsi suvni tunjuqtirayli. Suvga chilab qo'ysak, maqchib ketishida umid bor. Qishda suv bor yerda nim bor desa nima deyman, dedi Yaqub yana. Seni bu oyog'dan qutuldirmoq osonga tushmaydigan o'xshaydi Yaqub. Shundaq deyishgach, biz bir mozdozning oldidan o'tib qoldik. Dukkan oldida qora qizil ko'llar esilib, parqirtib tikilgan oyoqlar tizig'liq turadi. Mozdozning o'g'li men bilan savoqtash bo'lg'achqa, tuyuqsiz bir narsa esimga kelgandek Yaqubni boshlab dukkanga kirdim. "Mavo oyoqni bir joylab bersang", dedim uningga Yaqubning putini ko'rsatib. "Sapsaq turmamdi, narini joylaymiz", dedi u oyoqqa qarab. Arqadan oyoqqa enishib sinchilab qarab aytdi. "Bu bizdiki oyoq ekan-ku." "Shundaqmi?" dedi Yaqub. "Necha vaqtdan beri mening putim bilan yuzimni qiynagan sening qo'llaring-kanda, sizlar oyoq tikmay tam so'qsanglar bo'lg'idek." Mozdozning o'g'li uning g'o'drashlarini tushunolmasa-mu, o'ziga nimagadir norozi bo'layotganligini bayqadi-da Yaqubga qarab aytdi. "To'liq o'ding chi vermay, gaping bo'lsa ikki og'iz gap bilan tugat." "Bir og'iz gap bilan tugdiman", dedi Yaqub. "Ma oyoqni to'laysan." "Nemish to'layman bir opta oyoqni?" "Dal bir opdan turaverganlik uchun to'laysan", dedi Yaqub. "Hamma narsaning o'ldigan vaqti bor. Bu oyoqning o'ldigan vaqti zodi qachon?" Yaqub necha vaqtdan beri ololmagan oyoqning dardini endi biroqla olg'us kelayotgandek qiladi. Mozdozning o'g'li uningga sapsalib qarab, chaqchaq qilmayotganligini bilgandan keyin, "Bu bola nima kasal?" degandek menga qaradi. "Bu oyog'ing", dedim men uningga tushuntirib. "Buningga aksidan zo'rma-zo'r miros qolgandan beri hozirgacha qutulmay kelyotdi. Mushu oyog'ingdan bir qutulsa, u bu qishda yozliq oyoq kiyib yurishga rozi edi." "Yalan oyoq yurishga roziman", dedi Yaqub. "Amsi yirtib tashlab etsanglar bo'ldi-ku. Biz yirtaman deb shuncha harakat qilib muvaffaqiyat qozonolmadik", dedim men. "Mahallamizdagi qanchilgan toshlar ko'chalarda sarson bo'ldi. Qanchilgan eski daslar yo'lda vaqtsiz titib bo'ldi. Qanchilgan tomlarning ullari bekardan-bekar tepik yedi. Qisqasi, qanchilgan kenji boturlar sizlarning kasobatinglardan yangi oyoq kiyolmay yuryapti. Yaxshimi inim yo'qkan", dedi Yaqub qistirib. "Bo'lmasa bu kun uning beshig'imi keladi. Siz putingni puratmay turgandi", dedi mozdozning o'g'li o'rkirab.
putimni puratmagan bilan haqning masxarasidan yuragim sesib ketdi, dedi Yaqubimiz zardi bilan. Bo'ldi, dedim men ularning orasiga tushib. Bu oyog'ning aslisinin qo'lingda aprida bo'lganligini bilmabdimiz. Darhol oyog'ining xaritasini chiqardi, eng ojiz yerlarini tepib begizingni ishqa sol. Tabiiy yirtilgan va sunniy yamalmaydigan bo'lsin. Ishqa yarg'udak barliq qotillik qurollarini chiqardi, nima qilsan qilib oyog'ining qarijanini o'z qo'ling bilan bir ol. Biz oyoq tikimiz, oyoq yirtmaymiz, dedi u eransizlik bilan. Daraxtni kim tiksa shu kesidi, o'zing tikkandikin o'zing yetib bersan, dedi Yaqub. Qanjoq itmi nima bu? Dedi Mozdozning o'g'li oxiri chidamay. Qanjoq it davatdim men ixtiyorsiz. Yaqub, men amal topdim, dedim uni boshlab chiqib ketib etib. Oyog'ingni nemishqa mahallang bulingidiki, haliga qanjoq itga taltib yo'q qilmaymiz. Uning g'aljurligi ishkili pay oyog'ingga yetib oshidi. Dadan so'rab qolsa, yo'lda bir lolma ish uchrab qoldi desanglar bo'ldi-ku. Har qancha bo'lsa-mu dadang oyog'ingni tishlatkizguncha belikingni tishlatkizsang bo'lmamdi demas. O bir shaxsiy qurilishni saqlaydigan it bo'lib, biz Yaqubning oyog'ini paytimizga bog'lab, itning oldiga tashladik. It Yaqubning dardini tushungandek, uni har tarafga silkib shundoq bir taladiki, biz paytimi uzilib ketishdan burun oyoqni aran tortib qaytarib kelaladik. Alvida, dedi Yaqub oyoqqa qarab xushallik yoshlarini surtgandek. Akamning itning og'ziga nemishqa urmading degan koyishlarga roziman, dedi. Men necha kun o'tgandan keyin Yaqubning yana eg'ir qadamlar bilan kelayotganligini ko'rib, uning oldiga bordim. Sinchilab qarsam, dadisi uning yirtilgan qo'nchisini kesib o'tib, kuzlik oyoqqa o'zgartib beribdi.